Bizga yordamingiz kerak. Men bir katta kompaniyada ishlayman. Kompaniyamiz boshlig'i esa hozir juda ham yomon ahvolda. Kuchli depressiyaga tushib qolgan. Sabab? Sababi 6 oy oldin ularning ayollari oilaviy muammolar tufayli bolalarini olib uydan ketib qolganlar. Shularni o'ylayverib, tushkun ahvolga tushib qoldilar. Kompaniyamiz esa hozir jar yoqasiga kelib qoldi. Boshlig'imiz kompaniyaga juda ham zarur. Demak, ularni bu yerga olib kelish kerak. Yo'q, ularni olib kela olmaymiz. Sababi 6 oydan beri uydan ham chiqqanlari yo'q. Shunga o'zingiz borib uylarda davolasangiz, xizmat haqi qancha desangiz beramiz. Mayli. Rahmat sizga. Oromim xayolday buzildi, tunlar yulduzlarga suzildi, ichimda bir rishta uzildi. Qani endi sevmasam edi, azoblari bo'lmasdi balki, hijronlari yutmasdi yoki, visollari kutmasdi balki, qani endi sevmasam edi. Otash yurak ozgina so'ndi taqdiriga, indamay kundi nima bo'lsa shu yurak bo'ldi, qani endi sevmasam edi. Otash yurak ozgina so'ndi taqdiriga, indamay kundi nima bo'lsa shu yurak bo'ldi, qani endi sevmasam edi. Bir kaft ish qoldi qo'limda, kimlar gul to'shaydi yo'limda, armonlar o'ngu so'limda, qani endi sevmasam edi. Bu muhabbat bunchalar arzon, bog'larida gul emas xazon, hislarim olib ketsin to'zon, qani endi sevmasam edi. Otash yurak ozgina so'ndi taqdiriga, indamay kundi nima bo'lsa shu yurak bo'ldi, qani endi sevmasam edi. Otash yurak ozgina so'ndi taqdiriga, indamay kundi nima bo'lsa shu yurak bo'ldi, qani endi sevmasam edi. Dadasi, o'ylab qarasam, bolalarimiz otasiz yasha olmas ekan. Siz bizga keraksiz. Shahlo, rahmat sizga. Boshlig'imizni hayotga qaytardingiz. Mana bu esa sizni ish haqingiz. Oling.